Abbosiylar sulolasining 7-vakili hukmdor Ma'mun va uning qozisi va suhbatdoshi bo'lgan Yahyo ibn Aksam haqidagi turli tarixchilarning hikoyalarini ham tahlil qilib chiqamiz. Aytilishicha, Yahyo Mayka Mukkasdan ketgan edi. Bir kecha hukmdor Ma'mun bilan birga may ichgani va sarxush bo'lgan. So'ng rayhon gullari orasiga ko'milibdi. Yahyo hushiga kelguniga qadar gullar ichida qolgan va uning tilidan quyidagi she'rlar aytilgan ekan. Ey sayyidim va butun insonlar amri, menga may quygan zolimlik qildi. Men esa soqiyga beparvo bo'ldim. Qara, u aqlimdan va yo'limdan ayirdi. Bu jihatdan Ibn Aksam bilan Ma'munning holati Horun Rashidning holatiga o'xshash edi. Ular nabz ichgan edilar xolos. Nabz ichish esa ularning nazdida mumkin edi. Ular sarxushlikdan uzoq yurgan kishilar edilar. Ibn Aksamning Ma'mun bilan do'stligi ma'naviy ma'nodagi birodarlikdan boshqa narsa emas edi. Qozining hukmdor bilan bir uyda tunagani ham rostdir. Ma'munning fazilatlariga va ular orasidagi do'stlik rishtalarining go'zalligiga misol sifatida quyidagi hikoyani keltirish mumkin. Ma'mun bir kecha chanqab uyqusidan uyg'onib, Yahyo ibn Aksamni uyg'otib qo'yaman deb xavotirlanib, mishni ohista topib suv ichgan edi. Ularning tongda birga ibodat qilganlari ma'lum. Endi bu holat qayerda-yu ularni ichkilikka ruju qo'yganlikda ayblash da'vosi qayerda? Bundan tashqari Yahyo ibn Aksam atoqli olimlardan biridir. Ahmad ibn Hanbal va qozi Ismoil uni maqtar edilar. Hofiz Muzanni esa Buxoriyning Al-Jomi as-Sahih asaridan boshqa kitoblarida Yahyodan rivoyat qilganligi keltirilgan. Shuning uchun Yahyoni badnom qilish ushbu zotlarning hammasini yomonlash bilan barobardir. Uyatini yo'qotgan ayrim kishilar uni yosh yigitlarga moyillikda ayblaganlari ulkan tuhmat va ulamolarga bo'xton qilishdir. Bularning barchasi masalchilarning to'qima xabarlariga suyanib aytilgan gaplardir. Aslida bu xabarlar dushmanlarning bo'xtonidir. Chunki bunday komil inson hukmdor bilan do'stligi tufayli hasad qilinar edi. Uning ilm va ma'naviyatdagi darajasi uni bu ayblovlardan poklaydi. Ahmad ibn Hanbalning huzurida unga qilingan tuhmat tilga olinganida u bu gaplarni kim aytyapti degan va bu tuhmatlarni keskin rad etgan edi. Qozi Ismoil ham uni maqtaganida unga ham Yahyo haqida aytilgan gaplar aytildi. Shunda u bog'iy va hasadgo'ylarning yolg'on so'zlari bilan uning adolati yo'q bo'lib ketarmidi? Yahyo ibn Aksam yigitlar masalasida unga nisbatan qilingan tuhmatlar borasida eng pokiza inson deb bilaman. Men uning sirlaridan voqif odam edim. Uning qalbi yomon ishlardan juda qattiq qo'rqadigan inson deb bilaman. Unda biroz hazilkashlik bo'lgan, biroq u xushro'y edi. Odamlarning u haqida shunday so'z qotishiga sabab shu edi, degan edi. Ibn Hibbon esa Yahyo ibn Aksamni ishonarli shaxslar qatorida sanab, u haqda aytilgan gaplarga e'tibor berma. Bu gaplarning ko'pi unga oidligi rost emas degan edi. Yuqoridagi misollarga o'xshash hikoyalardan yana biri Iqtul Farid asari muallifi Ibn Abdurrabbihning Zambil qissasidir. Unda hukmdor Ma'munning Hasan ibn Sahilga kuyov bo'lib, uning qizi Buranga uylanishining sababi tushuntirilgan. Bir kuni kechasi Ma'mun Bag'dod ko'chalari bo'ylab sayr qilayotib, uylarning birining tomidan ipak va atlasdan to'qilgan arqonlar bilan pastga tushirilayotgan bir zambil savatga duch kelib qoladi. U zambilga o'tirib ipni tortarkan, zambil ko'tarilib, uni ajoyib hashamatga to'la, ko'zlarni qamashtiradigan, aqllarni hayratga soladigan bir xonaga olib chiqadi. Pardalar ortidan yorqin chiroy va maftunkor husnga ega bir ayol chiqadi. U Ma'munni qarshi oladi. Butun kecha davomida u bilan may ichib suhbatlashadi. Ertalab esa u o'z qarorgohiga qaytadi. Qizga oshiq bo'lganligi tufayli otasidan uning qo'lini so'rashga sovchi jo'natadi. Ma'munning hammaga ma'lum bo'lgan ilmiy va ma'naviy martabasi ajdodlari
shuningdek millat ustunlari bo'lmish 4 roshid hukmdorlarning yo'liga taqlid qilishga intilishi, ulamolar bilan fikr almashishi va ibodatlar hamda qonun qoidalarida belgilangan chegaralardan hatlab o'tmasligi qayerda-yu, bu hikoya qayerda? Kechqurun sayr qilish, ko'chalarni kezib yurish va badaviy oshiqlari kabi kechki suhbatlarga berilib ketish kabi salbiy holatlar qanday qilib Ma'munga mos keladi? Bu holat qayerda? Hasan ibn Sahlning qizining mavqei, sharafi va otasining uyidagi iffati va nomusi qayerda? Bunday hikoyalar ko'p. Tarixchilarning asarlarida bunday hikoyalar tez-tez uchrab turadi. Bunday turdagi voqealarni o'ylab topish va tarqatish odatda man etilgan narsalarga zavqlanish hamda iffatli ayollarning sha'nini bulg'ashga mukkasidan ketish ortidan hosil bo'ladi. Odamlar o'zlarining nafsiy zavqlariga ruju qo'yganliklarini oqlash uchun o'tmishda yashagan insonlarning xatti-harakatlaridan namuna olganliklarini vaj qilib keltiradilar. Shu sababli bunday ma'lumotlarning aksar shunday insonlarning tillarida doston bo'lganligini va nashr etilgan asarlar sahifalaridan bunday narsalarni izlab topishga juda ishtiyoqmand ekanligini ko'ramiz. Bunday hikoyachilar o'sha zotlarning hammaga ma'lum bo'lgan sha'niga loyiq komil sifatlaridan o'rnak olsalar o'zlari uchun yaxshi bo'lar edi. Koshki buning foydalarini bilsalar edi. Men bir kun hukmdor farzandining qo'shiq kuylash va tor chalishga bo'lgan muhabbatini ko'rib, bu sizning sha'ningizga mos kelmaydi, martabangizga ham to'g'ri kelmaydi deb tanqid qilgandim. U menga hukmdor Mahdiyning o'g'li Ibrohimning o'z davrida bu san'atning yetakchisi va eng yaxshi san'atkor bo'lganligini bilmaysizmi dedi. Men darrov undan emas, uning otasi yoki akalaridan o'rnak olmaysizmi? Bu san'at Ibrohimni hokimiyat lavozimlaridan chetlatganini bilmaysizmi dedim. Shahzoda mening gapimni eshitmagandek yuz o'girib ketdi. Tarixchilar tomonidan keltiriladigan asossiz xabarlardan yana biri Tunisdagi Qayravon va Misrdagi Qohirada hukmronlik qilgan Shia hukmdorlaridan bo'lgan Ubaydiylar, Fotimiylarning Ahli Bayt naslidan emasligi haqidagi da'vodir. Ular Ubaydiylarning Ja'far Sodiqning o'g'li Ismoilning avlodlaridan ekanligiga e'tiroz bildiradilar. Ularning nasliga qilingan bu tuhmatlar zaiflashgan Abbosiy hukmdorlariga yoqish uchun to'qib chiqarilgan uydirma so'zlarga asoslangandir. Hokimiyat masalasida Abbosiylarga qarshi chiqqanlarni yomonotliq qilish bilan hukmdorlarga xushomad qilish va ularning dushmanlarini yomon ko'rgandek ko'rsatib, ularga yoqishga urinish bu uydirma so'zlarning kelib chiqish sababi bo'ldi. Ularga oid xabarlarda aytilgan ba'zi gaplarni keyinroq keltirib o'tamiz. Fotimiylar nasablarini inkor etuvchi voqea hodisalarning aslida qanday bo'lganiga ishora qiluvchi dalillarni chuqur anglamaganlarki, shu sababdan bu dalillar ularning da'volarini yolg'onga chiqarib, ularga qarshi bo'ldi. Tarixchilar Shiyalar davlatining ilk davri haqidagi quyidagi masalada yakdil fikrdalar. Unga ko'ra, Abu Abdulloh Muhtasibning Toma xalqida Ahli Bayt ichidan rizoga sadoqat e'lon qilishga chaqirishi boshlangach, bu xabar tezda keng tarqaldi. Ubaydulloh Mahdiy va uning o'g'li Abul Qosim atrofida o'z xalqining ularga qarshi to'planayotgani ma'lum bo'ldi. Shuning uchun Ubaydulloh va uning o'g'li o'z hayotlaridan qo'rqib, davlat markazi bo'lgan Sharqdan qochib, Misrga keldilar. Ular savdogar kiyimini kiyib, Iskandariyadan yo'lga chiqdilar. Misr va Iskandariya hokimi Iso Navshariy bu haqda xabar topgach, ularni ushlash uchun ortidan otliq askar yubordi. Suvoriylar ularning ortidan yetib borgan bo'lsa ham, kiyim va shakl shamoillari o'zgartirilganligi sababli ularni tanimadilar. Shundan so'ng ular Marg'ibga yo'l oldilar. Bu haqda xabar topgan Abbosiy hukmdor Mu'tazid Qayravon shahrida yashovchi Ifriqiya amiri bo'lgan Ag'labiylar va Sijilmasa amiri bo'lgan Mitror urug'lariga maktublar yozib, ularga qarshi barcha yo'llarni to'sishni va ularni qidirish uchun josuslar yuborishni buyurdi. Mitror urug'idan bo'lgan Sijilmasa hokimi Ilyasa ularning bu shaharda yashirinib turgan joylarini bilib oldi va hukmdorni mamnun qilish uchun Ubaydulloh va uning o'g'lini tutib,
qamoqqa tashladi. Bularning barchasi shiyalar Qayravonda ag'labiylarni yengishidan oldin yuz bergan edi. Bundan keyin Marg'ib va Ifriqiyada, uning ortidan Yaman va Iskandariyada, keyinchalik Misr, Shom va Hijozda shiyalarning harakati g'olib va hukmron bo'ldi. Natijada ular va abbosiylar bilan birga musulmon o'lkalarini o'zaro bo'lib oldilar. Hatto Fotimiylar abbosiylarni o'z yurtlaridan deyarli quvib chiqaray deb qolgandilar va hokimiyatni tortib olishga juda yaqin qolgan edilar. Daylamlik mavlolardan bo'lgan Amir Basosiriy Bag'dod va Iroqda Fotimiylarga chorlovni boshlab yubordi. Fors amirlari bilan o'rtada yuz bergan mojaro va janglarda abbosiy hukmdorlar mag'lub bo'lgan. Bir yil davomida Bag'dod va Iroq minbarlarida Fotimiylar nomlari ulug'landi. Shiyalarning kuchayishi natijasida abbosiylar davlati larzaga keldi va ularning hokimiyati zaiflashdi. Dengizning narigi tomonidagi Andalus umaviylari esa shiyalar bilan to'qnashishdan qo'rqib xavotirda yashadilar. Soxta nasab ila hokimiyat huquqiga da'vo qilgan kishi qanday qilib bu darajada kuchga ega bo'ladi va ortidan bunchalik odamlarni ergashtira oladi? Yolg'ondan nasab to'qigan va o'zini ahli bayt avlodlariga nisbat bergan qarmatiylarga e'tibor qarating. Ularning da'vosi chilparchin bo'ldi. Tarafdorlari ularni tashlab ketdi. Jirkanchiliklari va makrlari tezda fosh bo'ldi. Ularning oqibati juda yomon bo'ldi. O'z qilmishlarining jazosini tortdilar. Agar Fotimiylarning da'volari yolg'on bo'lganida biroz vaqt o'tib bo'lsa ham bu yolg'on fosh bo'lar edi. Yaxshi yoki yomon xulqda bo'lgan kishining ajabki tezda holi ayon bo'lgan ishining. Fotimiylarning davlati qariyb 270 yil davom etdi. Ular muqaddas makonlarga egalik qildilar. Davlatlari inqirozga uchraganlaridan keyin ham tarafdorlari ularga avvalgidek itoatkor bo'lib, ularga muhabbat qilardi. Shuningdek, ular Ja'far Sodiq o'g'li Ismoilning nasabiga mansubligiga o'z ishonchlarini saqlab qolgan edilar. Davlatlari qulab va izlari yo'qolib, keyin ularning tarafdorlari ham ularga sadoqat e'lon qilishga chaqirib, bir necha bor qo'zg'aldilar. Ularning naslidan kelib chiqqan zurriyotlarining ismlarini tilga olib, ularga hokimiyat haqqi borligini da'vo qildilar. Ulardan oldin o'tgan yetakchilarning vasiyatlariga asoslanib, ularni hokimiyat maqomiga ko'tarishga urindilar. Agar ularning naslidan shubhalansalar, ularga yordam berish uchun bunday xavf-xatarlarni bo'ynilariga olmas edilar. Chunki xalqni sadoqatga chorlovchi kishi o'z chorlovining to'g'riligiga ikkilanmasligi va unga ishongan bo'lishi, da'vo qilayotgan narsasi o'zini yolg'onga chiqarmasligi kerakligini yaxshi biladi. Mutakallimlar orasidagi mutafakkirlarning ustozi bo'lgan Shayx qozi Abu Bakr Boqulloniy tarixchilar tomonidan ilgari surilgan bu zaif fikrlarni qanday qabul qilgan ekan-a? Ishonib bo'lmaydigan ish bu. Agar u Fotimiylarning haqdan qaytgan bo'lgani tufayli bu fikrga kelgan bo'lsalar, bu ularning da'volarini rad etish uchun sabab bo'la olmaydi. Ularning nasllari ahli baytga borib taqalishi ham ularni to'g'ri yo'ldan ozganlik uchun javobgarlikdan xalos qila olmaydi. Nuh o'g'lining holati bunga misol bo'ladi. Kishi asl masalani bilgandan yoxud biror narsaga kuchli ishonch hosil qilganidan keyin uni atrofga yetkazishi shart bo'ladi. Davlatlarning Fotimiylarga nisbatan shubhalari tufayli ular e'tibor markazida edilar. Ularning tarafdorlarining ko'pligi, g'oyalarining uzoq yurtlargacha tarqalganligi, ketma-ket qilingan qo'zg'olonlar sababidan ular mustabid kishilar nazorati ostida qoldilar. Oqibatda xonadon vakillari yashirinib qutuldilar va deyarli tanimaydigan holatga o'tib oldilar. Shoir aytganidek, agar kunlardan so'rang, mening ismim bilmas. Makonimni so'rasang ham qay yerligin bilmas. Shu sababli hatto Ubaydulloh Mahdiyning bobosi Muhammad ibn Ismoilga Maktum, yashirin nomi berildi. Fotimiylarning tarafdorlari ularni mag'lub qilganlardan ehtiyot bo'lish uchun uning yashirinishi zarurligi bo'yicha yakdil qarorga keldilar. Shundan so'ng unga Maktum ismini bergan edilar. Shuning uchun ham bunday yashirin yetakchilar ommaning oldida qayta zohir bo'lgach, abbosiylarning tarafdorlari ularning nasl nasabiga ta'na toshi ota boshladilar. Ular shu yo'l bilan zaiflashib qolgan abbosiy hukmdorlarga
laganbardorlik qilishga o'tdilar. Bunday ta'nalar Abbosiylar do'st va dushmanlariga qarshi kurashish uchun tayinlagan qo'mondonlarga ham manzur bo'ldi. Ular Fotimiylarni shu usulda tashnom etib, o'zlari va hukmdorlaridan ojizlik aybini daf etishni istardilar. Barbarlarning Kutoma xalqiga mansub bo'lgan tarafdorlari ularning mas'ul bo'lganlarining Shom, Misr va Hijozdagi ustunliklariga qarshi harakatlarda sharmandali mag'lubiyatga duch bo'lgan qo'mondonlar shunday usulda o'zlarini oqlashga harakat qildilar. Hatto Bag'doddagi qozilar Fotimiylarning ahli bayt naslidan ekanligini rad etdilar. Taniqli kishilar esa bunga guvoh bo'ldilar. Bular Sharif Roziy, uning otasi Murtazo, Ibn Badhoviy, olimlardan Abu Homid Isfarayniy, Quturiy, Saymariy, Ibn Akfoniy, Abivardiy, shialar huquqshunosi Abu Abdulloh ibn Nu'mon va millatning boshqa taniqli kishilari Bag'dodda bir kunda yig'ilib shunga guvohlik berdilar. Bu hodisa Abbosiy hukmdor Qodirning davrida, hijriy 460-yilda, milodiy 1011-yil sodir bo'ldi. Ular keng tarqalgan xabarlarga asoslangan holda bunga guvohlik berdilar. Chunki Bag'dod xalqi orasida Fotimiylarning nasl nasabi to'g'risidagi uydirma xabarlar mashhur va ma'ruf bo'lgan edi. Guvohlarning ko'pchiligi Fotimiylarning nasliga ta'na otayotgan Abbosiylarning tarafdori edilar. Xabarchilar esa bu xabarlarni qanday eshitgan bo'lsalar, shundayligicha yetkazdilar va eslaganicha rivoyat qilgandilar. Ammo haqiqat umuman o'zgacha edi. Abbosiy hukmdor Mu'tazidning Qayrovondagi va Sijilmasadagi Midror urug'lariga yuborgan nomalari Fotimiylarning nasablarining sahih ekanligini tasdiqlovchi ochiq-oydin guvohlik va yorqin dalildir. Mu'tazid esa Ahli bayt nasabini hammadan yaxshi bilgan kishi edi. Davlat va hukmdor ta'bir joiz bo'lsa, dunyoning ilm bozoridir. Ilm va san'at sarmoyasi va matohlari bilan uning huzurida tijorat qilinur. Yo'qotilgan hikmatlar ushbu bozordan izlanadi. Rivoyat va xabarlar oqimi unga yo'naladi. Chunki saroyda e'zozlangan ilm va san'at butun xalq tomonidan ham e'zozlanadi. Agar amaldagi hukumat adolatsizlik, tarafkashlik, nodonlik va ikkiyuzlamachilikdan chetlashib, qat'iyat bilan to'g'ri yo'lda tursa, uning bozoridagi mahsulotlar sof kumush va yuqori sifatli oltin kabi bo'ladi. Ammo davlat faqatgina o'z manfaatlariga berilsa va boshqalarga nisbatan kek saqlaydigan bo'lsa, shuningdek, zolim va makkor dallollar ta'sirida bo'lsa, uning bozoridagi mahsulotlar qalbaki va soxta mollar bo'ladi. Tarixni tahlil qiladigan shaxs esa o'tkir nigoh sohibi bo'lishi, o'ta aniq o'lchovga va izlanishga ega chiqishi lozimdir. Ibn Xaldun Misrda hukmron bo'lgan Fotimiylarning haqiqatdan ham ahli baytga mansub ekanligini, ularning nasab shajaralarining soxta emas, rost ekanligini himoya qilgani uchun ba'zi olimlarning tanqidiga uchragan.